Ko'p turganinglardek boshim balosi Insta seriali tugadi. Bu serialda aytishinglar mumkin, nimaga qayg'u bilan tugadi, nimaga yaxshilik bilan tugamadi deyishinglar mumkin. Hayotdan oladigan bo'lsak, hamma narsa ham hayotda yaxshilik bilan tugamaydi. Uni yomon tarafini ham ko'rsatib berishimiz kerak. Biz boshda kelishganimizda biz kino olyapmiz, qanaqadir cringe yoki boshqa narsa emas, hayotiy voqealardan asoslangan film olyapmiz degandik. Bu degani, masalan, shu videoni ko'rib turgan ba'zi bir insonlarni ota-onasi o'tib qolgan bo'lishi mumkin, unga biron bir gapini ayta olmay qolgan bo'lishi mumkin yoki biron bir yaqin inson o'tib qolgan sababli ichidagi gaplarni ayta olmay qolgan bo'lishi mumkin. Biz film olayotganimizda ham xuddi shu narsani o'ylaganmiz, ya'ni qanaqa odamlar shunchaki film ko'rmasin, odam o'sha film bilan yashasin. Filmdagi emotsiyalarni, filmdagi personajlar bilan birga yashasin. Shuning uchun ham shu qarorga qabul qildik. Oxirida men balkim o'lsam tragediya tugatamiz dedik va o'sha tragediya bilan tugatdik. O'ylaymanki, sizlarga biz olgan serialimiz yoqdi. Va yana yangiliklarimiz bor. Biz yaqinda 2 ta serial o'ylab topganmiz va unga aktrisalar jalb qilindi. Soya va Nur va So'nggi bahor. Bu seriallar sizlarga yoqadigan umiddamiz. Undan tashqari, bilasizlar, Instagramga biz donat tizimini yo'lga qo'ydik. Bu donat tizimi qanaqa bo'ladi? Endi ba'zi bir insonlar talamchilik boshqa deyishi mumkin, lekin biz o'zimizning mehnatimizni baholashimiz uchun, ya'ni qanaqa? O'zingizlar bilasizlar, syomka uchun katta summada aktrisalar, katta summada operatorlar, katta summada texnikalar ketadi. Va shuni aytmoqchimanki, siz o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin bizning serialimizga. Va biz undan keyin yana ham kuchli serial olishga harakat qilamiz. Shuning uchun ham biz olayotgan seriallarimizga o'z hissangizni qo'shing va biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat. Keyingi seriallarda ko'rishguncha xayr.